Tugash oldidan bir savol bermoqchiman. Mana omad bo'yicha, baraka bo'yicha, rizq bo'yicha yoki taqdir bo'yicha juda ko'p misollar va yo'nalishlar ko'rsatdingiz va bularga qo'shilaman, xursand bo'ldim. Lekin shularga tayanmasdan turib, biza rivojlangan davlatlar safida qachon bo'la olamiz? Yo'q, bularsiz bo'lmaydi. Bularga ya'ni sabablarsiz, harakatsiz bo'lmaydi. Lekin bu yerda bitta narsani aytsak bo'ladi. Ko'pchilik bizni rivojlanishimizga ikkita to'siq bor deb o'ylaydi. Birinchisi bu demak xalqimizni ilmga muhabbatsizlikda ayblashadi. Ikkinchisi demak qadriyatlarga bog'lashadi. Ikkalasini ham to'g'ri va noto'g'ri jihatlari bor. Birinchisi, xalqimiz ilmga muhabbatsizmi? Yo'q, aslida muhabbatsiz emas. Chunki bu xalqdan avval ham o'sha Buxoriylar, Termiziylar, Farobiy, Farg'oniy, Xorazmiylar chiqdimi? Yana chiqadi. Chunki gen bor narsada, ilmiy, mana genetik. Psixogenetikadan aytmayapman, ilmiy genetikadan aytaylik, o'sha gen bu bor narsa. Bu narsa albatta davom etadi. Faqatgina buni uyg'ota bilish kerak. Buni uyg'onmasligini xohlaydiganlar juda ko'p. Biz avval ochiq bizga to'siq bo'layotgan narsalarni o'zimiz anglaylik. Hech bir davlat xalqi rivojlanmay turib rivojlanmaydi. Yo'q, unaqa yer yuzida xalqi rivojlanmasdan turib rivojlangan davlat yo'q. Omad kelib qo'ygani yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki davlatlarni xalqlar tuzadi. Xalqlar tuzadi. Qoraxoniylar keluvdi, Qoraxoniylar degan davlat tuzdi. Saljuqiylar chiqdi-da, Saljuqiylar degan davlat tuzdi. Hazrat Sohibqiron chiqdi-da, Temuriylar degan davlat tuzdi. Keyin nevaralar asosini chiqarishdi. Ya'ni davlatlarni xalqlar tuzadi. Konstitutsiyamizda ham bosh yozib qo'yibdi. Xalq davlatning bosh negizi, asosi hisoblanadi. Shu mazmunda. Ya'ni mana shu davlat rahbarlari ham shu xalqning orasidan chiqadi. Biz qoralab yomonlaydigan korrupsioner, poraxo'r, neopatizmga berilgan deydiganlar ham mana shu xalqning vakili va shu xalqning ichidan chiqqan. Bitta oltin qoida bor. Qaysi qavm o'zini o'zgartirmaguncha, isloh qilmaguncha, yaratguvchi zinhor ularning holini o'zgartirmaydi. Zinhor o'zgartirmaydi. Avval xalq o'zini o'zgartiradi. To'ydan, ana TikTok, Instagram degan jinnilikdan, o'zini maqtashdan, yotib olib serial ko'rishdan to'xtab, ilm olishga, kitob o'qishga o'tadi yoki shu texnikalardan ham ilm yo'lida foydalanadi. To'y degan, uy degan, mashina degan, hashamat degan, kibr degan balo qazodan o'zini tiyadi, ana keyin yaratgan egam taraqqiyotni, rivojlanishni beradi. Eng ayniqsa mana ovqat reklama qiladiganlar, ovqatga mukkasidan ketgan. Bizning xalqimiz shunaqa, ovqatga mukkasidan ketgan. Mana Ramazonda ham, asl Ramazonda tayyorgarlik ruhiy bo'lish kerak. Taomimiz kunlik taomdan farq qilmas kerak. Biz yarim kecha soat 12da o'zi Sergelida turadi. Yunusobodga oshga boradi. Ha, iftorlikka. Tag'in menga saharlikka boradi. Saharlikka. Telefon qilyapti. Ustoz dedi, ha desa, saharlikni birga qilsak. Men saharlikni uyda qilaman oilam bilan. Yo'q, bir Yunusobodda yaxshi osh ochilibdi. Ha, ochilsa ochilaversin. Qanday ochilgan bo'lsa shunday yopiladi. Keyin ham siz Sergelida yashaysiz-ku desa, endi bir niyat qiluvdik-da saharlikni shu yoqda qilish uchun. Men tarovihga chiqaman. Undan keyin uyga kelaman, ozgina kitobimni o'qiyman, darsimni qilaman, uxlayman keyin men dedi. Chunki soat 4 da uyg'onishim kerak men. Ertasi kun ishga borishim kerak keyin. Endi Ramazon-ku. Yana bir marta shunaqa saharlik qilaylik deb, shu Sergelida Yunusobodga saharlik qilaylik deb telefon qilsangiz, dedim, xafa qilib qo'ymayman siz. Mana butun dardimiz ovqat bo'lib qolgan. 50 kilometr uzoqqa borib, masaviy ichib keladiganlardan ilmli odam chiqadi Umid aka hech zamonda. 70 kilometrga borib 5 barmoq yeb keladiganlardan qanday qilib rivojlantiradigan bir xalq chiqishi mumkin? Yo'q. Biz yeyish uchun yashashimiz kerak emas, yashash uchun yeyishimiz kerak. Qornimiz hali mana iftor bo'lsin, hammani qorni mimchigina non bilan to'yadi. Tamom. Taraqqiyotga erishish uchun boyagi birinchi to'siqda jon bor. Xalqimizda ilmga muhabbat genimizda bor, lekin voqelikda hozir yo'q. Endi uyg'onyapti.
Mana sizlar harakat qilyapsizlar, ko'pchilik harakat qilyapti, baraka topingizlar, endi uyg'onyapti. Lekin hali bu oz. Butun xalq ommatan harakat qilish kerak. Ommaviy ravishda harakat qilish kerak. Topgan pulini ilmga sarflash kerak. Esimga tushganda aytib qo'yay. Men avvalan bir joyda aytganman bu narsani. Makkada haligi Masjidul Haramni tozalaydiganlar bor, xodimlari, sharafli kasb egalari. Shunda bir Hind birodarimiz bilan tanishib qoldim. Birga o'tirib iftorlik qildik. Qaysidir bir yil Ramazonda borganimda birga o'tirib shu bilan iftorlik qildik. Baxtimga u turk tilini bilar ekan. Avval Turkiyada ishlagan ekan ozgina. Turk tilini bilar ekan, keyin o'sha endi turk tili, men ham Turkiyaga ko'p boraman, turk tilida gaplashdik ancha. O'zbek tiliga yaqin bo'lgani uchun. Qancha oylik olasan dedim. $400 oyiga topaman dedi. Oylik, yo'q, bu xullas $400 topaman dedi. Qanday oilangiz, bola chaqangiz, ota-ona, necha kishi bu $400 yetadimi desam, ha, alhamdulillah dedi. Aytdim, bizda lekin $400 yetmaydi. Nechta bolalaringiz bor? 5 ta bolam bor deyapti. Ota-onam tirik, 5 ta bolam bor, xotinim bor deyapti. Mana $400 deyapti. $100 qarang, diqqat bilan eshiting kuzatuvchilar, Umid aka, eng meni yuragim yetib borgan joy. $100 otam, onam, xotinim, 4 ta bolam yeydi deyapti. $300 katta o'g'lim injenerlik kollejida o'qiyapti. Ana shuni to'loviga to'laymiz deyapti. Qimmat ekanda u. Ana shunga yig'ib to'laydi deyapti. Men qotib qoldim. Qanaqa qilib $100 ga shuncha kishi yashab, 7 kishimi, 8 kishi yashab, $300 bitta bolani o'qishiga, shuni yeb ichishi, o'qishiga to'lasa. Kim aytdim, qoyil, lekin qanday qilib desam, yo shunday dedi. Prioritetni birinchi unga qo'yilganda. Ertaga deyapti. Ana o'g'lim o'qishni bitirsa deyapti. Men u o'g'limdan so'raganman, nimaga qiziqasan? Men o'g'limni shifokor bo'lishini orzu qilgan edim deyapti. Lekin o'g'lim injenerlikka qiziqar ekan deyapti. Bo'lganda ham yadro fizikasiga qiziqar ekan. O'g'lim ertaga o'qishni bitirsa deyapti. Qarang. O'g'lim ertaga o'qishni bitirsa, yadro fizikasi bo'yicha olim bo'ladi deyapti. Ham biz boy bo'lamiz, yaxshi yashaymiz. Mayli, hozir 4 yil, 5 yil qiynalarman. Lekin biz yashaymiz, baxtli yashaymiz, boy bo'lamiz, xotirjam bo'lamiz. Lekin shunda ham men bu yerga ketib beraman deyapti. Ota-onamni hajga olib kelaman keyin deyapti. Nevarasi pul topib olib keladi. Ukalarini o'qitadi deyapti. Ilmli qiladi deyapti. Plus vatanimga xizmat qiladi deyapti. Ertaga yadro bomba yasaydi, yadroni masalan atom energiyasini boyitish bo'yicha bo'ladi, bir narsa nima xullas ilm qilish kerak bo'lsa qiladi deyapti. Meni 4-5 yil men va oilamning ozgina och qolganimizda kelajakdagi yaxshiliklarni oldida qanaqa ahamiyati bor deyapti. Meni esimga nima keldi aytaymi? Meni bir o'rtog'im bor. Muzrabotda, men Muzrabotlikman-da, Surxondaryoda. Bir 10 yildan beri Rossiyada. Oyiga $1,500 pul topadi. Pulni jo'natadi, telefon qiladi, pulga teginma birontang, qaytib borsam men deydi, o'sha paytlar u boshida Gentra olaman der edi. Keyin yana ketdi. Ha desa, endi Captiva olaman, Gentrani sotib deyapti. Keyinchi desa, keyin o'g'illarimga sunnat to'y qilaman deydi. Aytmay qara, ana ukang bechora o'qishga kira olmay yuribdi, kontraktga tushyapti. Har yili u paytlar bilsangiz, sal qiyinroq edi-ku. Eski davrda. Kontragini to'lab o'qib nima bo'ladi deyapti. Men aytdim bunga deyapti. O, keyin mana yoqqa obyektda ish olib beraman, ishlaysan nima kelmayapti o'zi. Aytdim, yaxshi ham bormabdi dedim. Senga o'xshagan bitta ahmoq, aqli yo'q, nodon bo'lar edi dedim. Qanday qilib sen shuncha payt mashina olib to'y qilish uchun ishlayapsanmi? 10 yillab, ha? Bola chaqangda dada degan so'zdan mosuvo qilib, xotiningni hijron qilib tunlarini, ota-onangni qalbini vayron qilib, bolasiz sen yaxshi yashayapti deb o'ylayapsanmi? Seni sog'inchga qo'yib bo'lardi. Endi shu pulga bitta 4 ta balonli bir tinga qimmat mashina olish uchun sen shuncha yildan beri ishlayapsanmi? U ham yetmaganda qaytib kelib, shuncha aytganimga ham quloq solmay, yiqqan puliga Toshkentdan bitta artist bor pulini artistga berib, sunnat to'y qildi, dang'illama, to'ydan 2 kundan keyin yana Rossiyaga ketdi. Ha, endi nimaga ketyapsan desam, qarzlarni yopish kerak endi. To'yda qarzga kirib qolganman.
mana millat, mana xalq. Ikki xil yondashuv. Musofirdagilar xafa bo'ladi gapirsam. Xafa bo'lmanglar. Bu ulug' insonlarning gapi. Aqli ishlamaganda qo'l oyog'i ishlaydi. Biz 38 million bo'ldik. Ish yo'q O'zbekistonda. Xitoy 1,5 milliard. Qayerdan ish topyapti ular? Yo'lini qildi, aqlini ishlatdi, hammasi ishlab chiqarishga o'tdi. Xonadonlarda sexlar bor. Xitoyga borgansiz, xonadonlarda sexlar bor. Hammasi ishlab chiqarishga o'tib ketdi. Robot askarlar ishlab chiqaryapti. Biz hali ham to'yga palonchi artist chaqirsakmi, muncha qozon osh qilaylikmi? Muftiy hazrat ham aytdi, ulamolarimiz ham aytdi, isrof bu narsa dedi, to'xtamadi. Yurtboshimiz qaror chiqardi, 200 tadan oshmasin. Yo'q, to'xtamaydi bular. To'y degan kasalga berilgan. Qanday qilib rivojlanamiz keyin? Bu birinchisi. Xalq o'zini o'zgartiradi, keyin yaratgan ekan bizni o'zgartiradi. Holimizni yaxshilaydi. Ikkinchisi, ko'pchilik o'sha taraqqiyotga to'siq sifatida, demak, o'sha qadriyatlarga bog'lab yoki o'sha ko'proq e'tiqodlilar, dindorlarni taraqqiyotga to'siq deb qabul qilyapti. Buni to'g'ri joyi ham bor, noto'g'ri joyi ham bor. To'g'ri joyi o'zimda bo'lgan. Iltimos, hurmatli bu videoni ko'rgan farzandim qori bo'lsin deydigan ota-onalar, yaxshilab eshiting, diqqat bilan eshiting. Men ham xohlayman farzandlarim qori bo'lishdi. Men ham istayman. Murattab qori bo'lsin deyman. Lekin mohiyatiga anglab, mohiyatini his qilib o'rgatishni istayman men. Diqqat bilan eshiting. Bolani maktabga jo'natmasdan, dunyoviy ilmlardan to'sib qo'ygan holatda Qur'on yodlatishlik bu vatan uchun, kelajak uchun, musulmonlarning kelajagi uchun nima desam bo'ladi? Juda to'g'ri ish emas. Falastinda murattab qorilarni ustiga portlab yo'q qilishyapti-da. Balans yo'qolgan. Qanday qilib? Men yig'lagim keladi. Umuman maktabga jo'natmay, faqat Qur'on yodlatib qo'ygan. Ana endi nima bo'ladi desak, bolam endi tarovihda xatm o'tadi. Zo'r, Alloh qabul qilsin. Keyinchi kasbi nima? Bir juda katta ustozimiz oldiga, ulug' olim insonni oldiga bir kishi qizini sovchilikka so'rab kelgan. Hazrat, shu butun dunyo tan olgan olim insonni oldiga. Shu qizingizga sovchi bo'lib keldim deb, kuyov bolani o'zi bilan bir gaplashaylik degan, kelgan, qani bo'lajak kuyov bola. Nima ish qilasiz? Kasbingiz nima? Men qoriman. Tushundim. Kasbingiz nima degan. Qoriman men degan. Siz meni tushunmadingiz degan. Qaytadan so'rayman degan. Meni qizim 2 ta institutni bitirgan. Olima qiz. 2 ta mutaxassisligi bor. Sizning kasbingiz nima degan. Qayerda o'qigansiz? Ya, biz bunaqa maktabda o'qimaganmiz degan. Biz shu tolka hujrada Qur'on yodlaganmiz degan. Qur'on yodlatish boshimiz ustiga. Alloh rozi bo'lsin. Katta sharaf bu. Lekin maktabdan ajragan holatda Qur'on yodlashlikni ustozlarimiz ham to'g'ri emas deydi. Bu to'g'ri emas degan. Chunki Qur'on shunchaki yodlab qo'yiladigan narsa emas. Shunchaki yodlab faxrlanib, ana men xatm o'taman, jannatga kirsam o'qib, maqomim yuqorilashib ketadi deydigan, uni uchun, uni asl mohiyati u uchun nozil bo'lmagan. Men takror aytaman buni, meni o'qitgan ustozlarning fikriga, meni bir fikr bildirishga haqqi bor inson sifatida fikrimni aytyapman. Javobini o'zim beraman. Qur'on shunchaki yodlatilishi uchun tushirilmagan. 100% qo'shilaman. U yo'l ko'rsatuvchi u. Xorazmiy Qur'onni yodlab keyin aljabrda yozgan. Ya men Qur'on yodladim, qori bo'ldim, endi bo'ldi demagan. Hisob kitob bilan, matematika, geometriya bilan Qur'on uni qalbini, ongini ochgan. Ana keyin ular butun dunyo, mana shu telefonning ichida algoritm bor. Algoritmsiz hech qaysi texnika ishlamaydi. Hech qaysi texnika. Buni to'g'ri qabul qilish kerak, voy birodarlar. Yodlating, lekin maktabga yubormaslik evaziga emas. Urib emas, majburlab boshini ishqalab emas, jazolab emas, muhabbat qo'yib yodlating. Mana shu nuqtai nazardan aytamanki, o'sha ma'lumot qilayotganlarning gapida birozgina jon bor. Chunki Pokiston, Afg'oniston, O'zbekiston, umuman mana shu musulmon davlatlar orasida hech birimizda bir nima deydi?
dunyoni yorib yuboradigan darajada olimlarimiz yo'q. Nimaga? Chunki bizda balans yo'qolgan. Dunyoviy olimlar mutlaq dunyoviy ilmga o'tib ketganda qadriyatlarni, e'tiqodni inkor qiladigan darajaga borib qolganlari ham bor. Diniy qatlamdagilarimiz bolasiga dinni o'rgatayotganlar dunyoviy ilmni inkor qiladi. Mumkin emas dunyoviy ilmni inkor qilish. Chunki biz bu dunyoda yashayapmizmi, shu dunyo bilan hisob-kitob qilamiz. Ajdodlarimizni juda ham gapimni so'nggi mana shu. Ajdodlarimizni juda ham biz uchun ibrat bo'ladigan, hayotimizga dastur qilib olishimiz kerak bo'lgan bir iborasi bor, gapi bor. Davlati yo'qning dini bo'lmaydi. Buni ota-bobolarimiz Sovet davrida yashab o'tdi. Davlatimizni rivojlantirib, qudratli qilib, mustahkam qilamiz. Davlat hamma joyda bizni gapimiz gap bo'lib, o'zbeklar deganda istalgani kim bo'lsa ham tizzasi qaltirab qoladigan darajaga yetamiz. Ana shunda biz erkin, ozod istaganimizda yashaymiz. Yo'qmi? Umid aka, yo'qmi? Bunga yo'qmi? Kirib, sen andaqasan, maktabga tupurdim, meni bolam qori bo'ladi yoki bu taraf, nima kerak bu bizga, axloq nima kerak deb ana geylarni, LGBTni maqtab shunday qilib yuribdimi? Tamom. Rivojlanishni esdan chiqarish kerak. Ikkita tarafni ham inkor qilib bo'lmaydi. Ikkita taraf ham kerak. Ikkita taraf ham tizimli ravishda tartib bilan o'zgartirib o'zimizni ilmga asoslangan holatda bizga g'arb ham namuna emas yoki radikallar ham, ekstremistlar ham, niqob qilib olganlar ham namuna emas. Bizni ajdodlarimiz tashab ketgan yo'limiz bor. Shu yo'l bo'yicha taraqqiyotda davom etishimiz kerak. Bu kimning yo'li? Ismlarni sanayman, shu bilan suhbatimizga yakun yasaylik. Imom Buxoriyni, Termiziyni, Moturudiyni, Farobiy, Farg'oniy, Al-Xorazmiy, Ali-Qushchilarni, Alisher Navoiylarning yo'li. Sohibqiron Amir Temurning yo'li bu. Mana shu yo'ldan yo yuramiz yoki o'sha itni orqa oyog'i bo'lib bizga 3-dunyo davlati sifatida qarab, mana rivojlangan Yevropaga bordim. Mensimayapti bizni, bir tinga olmaydi. O'zbek desam, bir tinga olmaydi. Rivojlangan davlatlar umuman bizni bir tinga olmaydi. Hatto arablar bizni bir tinga olmaydi. Bir tinga olmaydi. Chunki axloqda ham nolmiz, ilmda ham nolmiz. Yoki mana hozirgi dunyoda urush bo'layotgan holatlarni ko'ryapsiz. Kim qudratli bo'lsa, istagan ishini qilyapti. Istagan ishini qilyapti. Istalgan davlatning ustida istagan ishini qilyapti. Mayli biz boshqa davlatlar bizga muhim emas. O'zimizda davlat qudratli bo'lsin, mazlumlarga yordam beradigan bo'lsin. Men istayman xalqimizning eng qashshog'i ham oyiga 5-10 ming dollar topadigan bo'lsin. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Albatta. Qashshoqlikdan chiqish yaratgan egam aytgan, mendan degan, o payg'ambarlikni so'ranglar, undan ko'pini berishga qodirman degan. Butun yer yuzini aholisini milliarder qilib qo'ysa ham Allohning mulkidan ignani dengizga tiqib chiqarganchalik mulk kamaymaydi. Ilm, ilm, ilm. Hurmatli kuzatuvchilar, yo ilmga pul tikamizda rivojlanib, taraqqiy etib, bolalarimizni jur'atli, shijoatli qilib dunyoni boshqaradigan qilamiz. Yoki bundan keyin endi dunyo o'zgardi. Dunyo tartibi o'zgardi. Bundan keyin yoki kimlargadir xizmat qilib yoki kimlarnidir 5-kolonniyasi bo'lib yashashga majbur qilamiz va bu kunni Alloh taolo hech birimizga ko'rsatmasin.